Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugun hozir gaplashadiganimiz Vellizi halqasi. Ya'ni bu asr nomi bo'yicha shunaqa ekan. Xo'p, Vellizi halqasi bundan tashqari zaharchi halqalari haqida gaplashamiz yoki ularning qanday hosil bo'lishi haqida gaplashamiz desak to'g'riroq bo'ladi. Bundan oldin arteriokariotis internani aytib o'tdik va ularning qisman davomi haqida bo'ladi bugungisi. Demak, boshladik undan. Uzoqdan kelamiz do'stlar, tushunish uchun. Biz arteriokariotis communis orqali yuqoriga chiqib ketgandik, endi boshqa tarmoq bilan chiqamiz. Xo'p, rasm. Quyidagi rasmda ko'rsatilgan, ya'ni bu lateral tomondan, chap lateral tomondan ko'rinishi. Bu yerda ko'rinishicha qaranglar. Demak, mana bu yerda arterial subklaviya ketyapti. Arterial subklaviya ketyapti. Mana arterial subklaviya bo'lib. Arterial subklaviyadan arterial subklaviya o'zi qanaqa tarmoq? Arterial subklaviya dextr, sinister degan tarmoqlarga bo'linadi va bu tarmoqlar o'ng tarmog'i uzunligi 5 sm dan 7 sm, chap tarmog'i 8-15 sm gacha bo'ladi. O'ng tarmoq bilamiz troncus brachiocephalicusdan chiqadi. Qayerga chiqadi? Arterial thoracic superiordan chiqib ketadi. Ya'ni arterial thoracic superiordan ketadi mana shunaqa shaklda. O'ng tarmog'i nisbatan kaltaroq, truncus brachiocephalicus hisobiga, chap tarmog'i nisbatan uzunroq, 8-15 sm gacha. Va bu do'stlar qayergacha boradi bu? Demak, arterial subklaviya ketadi cavitis axillarisgacha. Cavitis axillarisgacha. Cavitis axillarisgacha quyidagi 4 ta tarmoqdan hosil qiladi. O'zidan bular birinchisi arteria vertebralis, keyingisi arteria thoracica interna, mana arteria vertebralis yuqoriga, shundan pastga arteria thoracica interna, truncus costa cervicalis, truncus sterocervicalis hamda arteria transversa colle degan tarmoqlarni beradi. Bu rasmda ko'ra olishingiz mumkin. Xo'p, endi boyagi rasmga qaytamiz. Mana bu yerda ketyapti. Arteria vertebralis bo'lsa yuqoriga qarab ketyapti. Demak, arteria vertebralis arteria subklaviyadan mana chiqdi yo'nalish bo'yicha va uning 4 ta tarmog'ini ko'rishimiz mumkin. 4 ta qismini: pars prevertebralis, transversaria, atlantis, intracranialis degan qismlar. Pars prevertebralis haqida gapirsak. Pars prevertebralis mana. Pars prevertebralis bu cervicalis olti, ya'ni 6-umurtqaning foramina transversaria gacha bo'lgan qismini demak biz pars prevertebralis deymiz. Va u yerdan foramina transversariyaga kiradi. Foramen transversiyaga kirib yuqoriga qarab yo'naladi. Yuqoriga qarab yo'nalgandan keyin ya'ni bu yerda o'zida tarmoqlar berib ketadi. O'sha ramus spinalis orqa miya tarmoqlarini hamda yuqoriga ko'tarib pars atlantis degan qismgacha chiqadi. Pars atlantis bu demak sulcus arteria vertebralis joylashgan bilamiz. Birinchi bo'yin o'rtqasi va atlas deyiladi. O'sha atlasda sulcus arteria vertebralis joylashgan bo'ladi. Va u yerdan pars intravertebralis orqali bu yerda ko'rinmagan, ko'rinadigan rasmda mana kelyapti, mana yashil bilan ko'rsatilgan. Kelyapti, clivus qismi bor, occipitalisni. Ya'ni orqa suyagining, ensa suyagining clivusida yotadi. Ya'ni uzunchoq miya ostida, uzunchoq miyaning ostida yotib, yuqoriga qarab yo'nalib ketadi. Demak, bu pars intracranialis qismi. Va bu yerda tarmoqlar beradi do'stlar. Mana arteria cerebelli inferior posterior, arteria spinalis anterior, arteria spinalis posterior. Va bu tarmoqlarni hozir ko'rib o'tamiz do'stlar. Xo'p, quyidagi rasmda mana rasm ko'rsatilgan. Mana shu rasmni ham ko'rishimiz mumkinki, mana bu yerdan kelyapti arteria vertebralislar, tegishli arteria vertebralislar kelyapti. Arteria vertebralislar qo'shilib arteria basilarisni hosil qilyapti. Arteria basilaris. Arteria vertebralislardan yana qo'shilishdan oldin quyidagi tarmoqlar chiqib ketar ekan. Bular birinchisi lateral tomonlarga qarab arteria cerebelli inferior posterior. Arteria cerebelli inferior posterior. Lateral tomonga qarab ketadi hamda miyachan qon bilan ta'minlanadi do'stlar. Mana bu rasmni ko'rishimiz mumkin. Mana kelyapti arteria vertebralis, birinchi tarmoq ketyapti miyachan qon bilan ta'minlashga. Arteria cerebelli inferior posterior.
Yuqorida arteriya cerebelli inferior anterior bor, uni keyin gaplashamiz. Va medial tomonga qarab yana shox chiqyapti, ikkalasidan ham birgalikda. Arteria spinalis anteriorni hosil qilyapti va bu o'sha orqa miya qobini ta'minlashda qatnashadi. Va xuddi shu tomirning, arteria vertebralisning, demak, buni tasavvur qilish uchun do'stlar. Mana bu demak clivus, mana bu clivus desak, mana bu yerda yotyapti arteria vertebralis. Arteria vertebralis yotyapti. Arteria vertebralisdan mana shu holatda do'stlar tomirlar chiqib ketyapti. Boya aytganimiz arteria cerebelli inferior posterior, arteria cerebelli inferior posterior mana shu qashasiga chiqib ketyapti. Mana bu yerda miya joylashgan. Miyachani mana shu past tomondan ketyapti. Arteria cerebelli inferior posterior. Endi arteria spinalis anterior qayerdan chiqyapti desak, arteria spinalis anterior mana shunday lateral tomondan tasavvur qilsak, bu yerda miya shunday ko'rsatsak, mana shu yerdan chiqyapti arteria spinalis anterior va mana bu yerdan orqa miyaga qarab ketyapti. Xuddi shuni arteria spinalis posterior bor. Arteria spinalis posterior buni tagidan chiqadi do'stlar. Tagidan. Endi rasmda ko'rinmaydi. Mana shu tomirning ostidan chiqadi. Arteria spinalis posterior. Va u ham orqa miyani qon bilan ta'minlashga ketadi. Mana bu rasmda ajoyib ko'rsatilgan. Mana orqa miyani o'zi, umurtqalar. Mana bu yerda tomir ketgan. Bu tomirning nomi arteria spinalis anterior. Orqa tomondagisi arteria spinalis posterior hisoblanadi. Shu. Keyingisi do'stlar, bu demak arteria vertebralis tugadi. Endi do'stlar biz arteria baziliarisga o'tamiz. Shu yerda yana bitta joychani aytib o'taylik. Mana bu Zaxarchenko halqasi avtor nomi bo'yicha. Bu nimalar hosil qilyapti desak, arteria vertebralislar, arteria spinalis anterior lar hosil qilyapti va arteria baziliaris ham aytib o'tish kerak. 3 ta arteria baziliaris, vertebralis, spinalis anterior Zaxarchenko halqasini hosil qilyapti. Bu birinchi halqa. Ikkinchisi, endi arteria baziliaris haqida gapirsak, arteria baziliaris bu demak ko'prikning ostida yotadi desak ham bo'ladi. Yoki uzunchoq miyachaning ostida yotib yoki fissura mediana anteriorda ham yotadi desak ham bo'ladi. Fissura mediana anterior. Yo'q, fissura mediana anteriorda arteria spinalis anterior yotadi. Bu yotmaydi. Arteria baziliaris xolos uzunchoq miyaning ostida deb tasavvur qilib turamiz. Va undan quyidagi tarmoqlar chiqadi. Birinchisi do'stlar arteria pontius. Arteria pontiuslar ketadi. Aniq rasm bo'yicha ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rsatilgan arteria pontiuslar ketyapti. Demak, ko'prikchani qon bilan ta'minlash uchun. Hamda mana bu yerda lateral tomonga qarab arteria cerebelli inferior anterior ketganligini ko'rishimiz mumkin. Bu tomir ham demak miyachani qon bilan ta'minlaydi. Lateral tomondan ko'radigan bo'lsak, mana cerebelli posterior, yuqoriroqda cerebelli anterior ketyapti. Cerebelli posterior pastdan, bu o'rta tomondan miyachani qon bilan ta'minlaydi. Hamda keyingi shoxi arteria cerebelli superior. Mana arteria cerebelli superior. Bu yuqori. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Arteria cerebelli superior bo'lib yuqori tomonga ketyapti, lateral tomondan. Va bu yerda ham mana birinchi tarmoq arteria cerebelli superior. Arteria cerebelli superior. Bu ham demak miyachani qon bilan ta'minlangan. Hamda arteria cerebelli posterior bor do'stlar. Mana arteria cerebelli posterior. Bu demak ichki uyqu arteriyasi cerebelli anterior borda, mana cerebelli anterior. Shuni posterior. Faqat baziliaris shoxi sifatida. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Arteria cerebelli posterior. Mana bu arteria baziliarisning tarmoqlari. Endi Vellizi halqasi haqida gapirsak. Vellizi halqasi. Vellizi halqasi nimalar hosil qiladi va nimaning atrofini o'rab turadi? Chiasm opticus infundibulum degan qismlar bor. Bu o'sha miyaning ostki tomonida joylashgan. Ana shuni atrofini o'raydi. Endi ular taxminan mana shu yerlarda joylashgan bo'ladi. Osphenoidalis ni atrofida deylik, osphenoidalisning turk egarchasi degan qismi bor. Aynan ana shu atrofda aylanadi. Mantiqan shu tomonda aylanadi. Va buni nimalar hosil qilyapti do'stlar? Aytib o'tamiz. Birinchi hosil qilayotgani bu birinchi hosil qiladigan bu arteria cerebelli posterior. Arteria cerebelli posterior. Mana bu. Ikkinchisi arteria comunicans posterior. Arteria qisqartirib yozaman, comunicans posterior. Arteria comunicans posterior. Uchinchisi mana bu arteriyaning o'zi, arteria carotis internani o'zi. Carotis interna.
To'rtinchisi arteriya cerebri anterior. Beshinchisi arteriya communicans anterior. Buncha bo'ldi. Xullas, mana shular ekan. Bajagas qatnashmaydi. Aytildi. Mana shu 5 ta qon tomir Villizi halqasini hosil qiladi. Zaxarchenko halqasida arteriya spinal anterior, vertebral basillaris. Bunda Villizi halqasida shular ekan. Bular do'stlar, butun bir miyani qon bilan ta'minlashda qatnashadi. Hozir biz katta tarmoqlar haqida aytib o'tdik, lekin aslida bular butun bir miyani mayda-mayda kapillyarlargacha bo'linib qon bilan ta'minlab turar ekan. Bu Villizi halqasi o'sha ahamiyati nimada? Ahamiyati o'sha anastomoz hosil qiladi. Anastomoz degani bu birining funksiyasi buzilsa, ikkinchisi uni yukini oladi degani. Mana shu tomonlama ekan. Xo'p do'stlar, mana shu mavzu edi. Xudo xolasa miyani qon bilan ta'minlanishini ko'rib o'tdik. Endi pastki yo'nalishlarda qon bilan ta'minlanishini ko'rib boramiz. Videomizga like bosing, obuna bo'ling kanalimizga va bizni kuzatishda davom eting.